Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi video rolikimizda ko'rib turganlaringizdek Android televizorlara Telegram o'rnatish va ochishni o'rganamiz. Telefoningizda qanday Telegramdan foydalansangiz, bunda ham shunday foydalansa bo'ladi. Bemalol kino, rasm, musiqalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bizning Telegram kanalimiz, ya'ni Og'abek TV Telegram kanalimizda bemalol IPTV prilojenalarini to'g'ridan-to'g'ri televizoringizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Buning uchun bizga telefonimiz kerak bo'ladi va Google ga kiramiz. Poisk joyiga Telegram deb yozamiz. Telegram deb yozgan paytimiz Telegram skachat deb chiqadi. Shunga kiramiz. Va Telegramning rasmiy sayti kelib chiqadi. Shu birinchi turganga kiramiz va Telegramni yuklab olamiz. Yuklashni boshladi. Telegram ilovasi yuklab olindi va bu telefonimizning ichki xotirasiga tushdi. Endi qiladigan ishimiz telefonimizning ichki xotirasiga kiramiz va download degan papkaga tushgan bo'ladi. Mana bizlar yuklab olgan Telegram ilovasi. Endi qiladigan ishimiz bizga USB fleshka kerak bo'ladi va shu USB fleshkani telefonga ulash uchun USB yoki mikro qurilmasi kerak bo'ladi. Sizda USB fleshka bo'lmasa, oddiy telefonimizda turadigan fleshkaga Telegramni tashab olamiz va USB adapter orqali televizorimizga ustonacha qilib olamiz. Endi qiladigan ishimiz USB fleshkani telefonga ulab, boya yuklab olgan Telegram ilovasini fleshkamizga tashab olamiz. USB fleshkamiz telefonga ulandi va endi Telegramni kopirovat qilib fleshkamizga tashab olamiz. Mana Telegramimiz USB fleshkaga tushdi. Endi qiladigan ishimiz fleshkamizni ajratib olamiz. To'g'ridan-to'g'ri fleshkani sug'urib oladigan bo'lsangiz, tashlagan ilovamiz virusga aylanib qoladi. Shuning uchun shu men bosganni siz ham bosasiz va telefondan fleshkamiz ajraladi. Keyin bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying va bizlar chiqargan video eng birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Bizning kanalda faqat foydali kontentlar bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz USB fleshkamizni televizorimizga ulab olamiz. Fleshkamizni ham ulab oldik. Endi qiladigan ishimiz media fayl, ya'ni ichki xotirasiga kiramiz. Bu yerdan papka bo'limiga kiramiz. Boya fleshkamizga Telegram ilovasini tashab olgandik, shuni televizorimizga o'rnatib olamiz. O'rnatib ham bo'ldik. Endi Telegram ilovasiga kiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek Telegram ilovasi. Buni ishlatish uchun faqat mishka kerak bo'ladi. Mishka orqali start tugmachasini bosamiz va nomer kiritamiz. Hamma Telegram ochishni bilsa kerak. Telefoningizda Telegram ochib qo'ygan bo'lsangiz, boradigan kod shu ochib qo'ygan Telegramingizga boradi va
shu yerdan ko'rib kodni kiritib yuborsangiz Telegram ochiladi. Bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va bizning kanalimizga ulanib qo'ysangiz, to'g'ridan to'g'ri IPTV ilovasini televizoringizga o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Telegramga kirib, poisk joyiga Og'abek2 deb yozsangiz bizning Telegram kanali kelib chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va siz qanday televizor ishlatasiz va sizni nima qiynayapti, qanday muammongiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting va men video tarzda chiqarishga harakat qilaman.